Shuningdek, Android uchun turli ilovalar yaratgan do'stimiz bilan birozdan so'ng tanishasiz. Har bir inson ismining ma'nosini bilishni istaydi, lekin har doim ham buning iloji topilavermaydi. Hamyurtimiz Nasrullo Satliqov aynan shu muammoga oson yechim topdi. O'zbek xalqi azaldan o'z farzandlariga chiroyli va ma'noli ismlarni qo'yishga harakat qilgan. Ismning ma'nosini bilish hech bir insondan befarq qoldirmaydi. Ismlar ma'nosi Android ilovasini ishlab chiqishdan maqsad internet foydalanuvchilariga qo'shimcha qulaylik yaratish, ya'ni o'z ismini yoki qiziqtirgan ismini shunda o'z smartfonida tekshirib olish imkoniyatiga ega bo'lishlarini ta'minlashdan iborat. U 20 mingga yaqin o'zbek ismlarining ma'nosini o'z ichiga olgan maxsus ilova yaratdi. Eski o'zbek ismlari va hozirgi zamonaviy ismlar birgalikda taqdim etilgan. Ismlarning ma'nolarini ikki xil yozuvda, lotin hamda kirill alifbosida ko'rish mumkin. Ilovani ishlab chiqarish muddati taxminan 3 oy davom etgan. Bundan 2 oy programma qismiga va 1 oy davomida tekstlar ustida, ya'ni kontent ustida ishlangan. Ilovani ishlab chiqarishga 4 kishidan iborat bo'lgan jamoa jalb etilgan. Faqatgina Android operatsion tizimida ishlovchi ismlar ma'nosi ilovasini hozirgacha 250 mingga yaqin foydalanuvchi ko'chirib olishga ulgurgan. Agar siz ham ismingiz ma'nosini bilishni istasangiz, hozirning o'zida Telegramdagi My5 TV kanalimizdan ilovani bepul yuklab oling.